Bu voqealar sodir bo'lmagunicha oddiy va mazmunli hayot kechirayotgan edim. To'satdan oilamizga kulfat keldi. Hammamiz uchun kutilmaganda xotinimning otasi, ya'ni qaynotam vafot etdi. U haqida biror yomon gap ayta olmayman. Aksincha, u juda yaxshi inson edi. Vaziyat talab qilganida ustidagi oxirgi ko'ylagini ham yechib berishga tayyor odam bo'lgan. Xotinim Guli uni juda yaxshi ko'rardi. Doim aloqada bo'lib turishardi. Tabiiyki, uning o'limidan keyin Guli xuddi tirik murdaga o'xshab qoldi. Ishtahasi yo'qoldi. Deyarli doim holsiz yurar, savollariga faqat bir og'iz javob berardi. Hatto ishidan ham ketishga majbur bo'ldi. Men rahbariyat uning holatini tushunib, hech bo'lmaganda o'z hisobidan ta'til berishadi deb umid qilgandim. Lekin yo'q, ularga bunday xodimlar kerak emas ekan. Xotinimning ahvolini ko'rish menga juda og'ir botardi. Ammo unga qanday yordam berishni bilmasdim. Tanishlardan biri orqali zo'rg'a retsept bilan beriladigan dorilarni topdik. Ularni qabul qilgani sayin xotinimning holati biroz yaxshilana boshladi. Ammo dorilar ham barcha narsani o'zgartira olmasdi. Guli har hafta qabristonga borishni so'rardi. Odatda biz xotinim bilan birgalikda borardik. Qizimni esa onamnikida qoldirardik. Ammo bu safar hammasi reja bo'yicha ketmadi. Juma yaqinlashganda Guli odatdagidek meni otasining qabriga olib borishimni so'radi. Rad javobini bera olmadim va darhol onamga qo'ng'iroq qildim. "Salom oyi, yaxshimisiz?" U biroz kasal bo'lib qolganini va bugun nevarasiga qarab tura olmasligini aytdi. Shundan keyin suhbat mavzusi o'zgardi. Men Guliga bu yangilikni aytdim. Bolani qoldiradigan joy yo'q. Demak, ertaga hammamiz birga qabristonga borishimizga to'g'ri keladi. Shanba kuni keldi. Guli tonggacha uxlamay chiqqandi. U menga va qizimga nonushta tayyorladi, lekin o'zi ovqatlanmadi. Bir necha soatdan keyin qabristonga yetib bordik. Guli otasining qabriga yaqinlashdi va go'yo u tirikdek gaplasha boshladi. Men bu manzarani xavotir bilan kuzatib turardim. Ko'z yoshlari oqar, u titroqli ovoz bilan uzilib gapirardi. Bu holat menga allaqachon tanish, ammo qizimiz Mubina uchun bu mutlaqo kutilmagan holat edi. "Telefoning yoningdami?" deb so'radim undan. "Bor, biroz sayr qilib kel", deb qizimni biroz uzoqroqqa yubordim. Birozdan keyin Guli xavotir bilan so'radi. "Mubina qani?" "Shu yerda. Hozir qo'ng'iroq qilaman." U ko'rinmasdi, lekin men unga qo'ng'iroq qilganimda u uzoqqa ketmaganini, hozir kelishini aytdi. Bir daqiqadan so'ng panjara yonida uning soyasini ko'rdim. Biz mashinaga o'tirdik va uyga qaytdik. Biror chora ko'rish kerak edi. Menga ham shunday tuyulardi. Guli qabristonga qanchalik ko'p kelsa, o'zini shunchalik yomonroq his qila boshlardi. Ammo nima qilish kerakligi noma'lum edi. Qabristonga borishni taqiqlay olmayman, lekin uni bu holatda yurishiga ham chidab bo'lmaydi. Kun bo'yi yig'ilib qolgan ishlar bilan band bo'ldim va boshim yostiqqa tegishi bilan darrov uxlab qolibman. O'sha kecha qattiq uxladim. Ertalab esa tetik uyg'ondim. Guli haqida esa bunday deb bo'lmasdi. U holdan toygan, xavotirli ko'rinardi. Yo'q, bu qabristonga borishlarni to'xtatish kerak. "Guli, senga nima bo'ldi?" U bir necha soniya jim turdi, go'yo so'zlarni tanlayotgandek. Keyin past ovozda dedi. "Rostini aytsam, o'zim ham bilmayman. Tushunmayapman." "Qanaqa ma'noda?" "Umuman olganda bilmayman. Qancha uxladim, umuman uxladimmi yo'qmi, buni ham bilmayman." "Kecha dorilaringni ichdingmi?" "Ha, ichdim." "Unda aniqroq gapir. Hech narsani tushunmayapman." "Siz uxlab qoldingiz. Men telefon o'ynab o'tirdim. Uxlashni uncha xohlamadim. Keyin telefonimni qo'ydim. Hojatxonaga borib qaytib keldim va yotdim. Lekin yana uyqum kelmadi. Qancha urinmay uxlay olmadim. Oxiri boshim og'riy boshladi. Oshxonaga chiqib, yana bir dona tabletka ichdim. Ichganimdan keyin taxminan 20 daqiqalarda go'yo uyqum kelayotgandek bo'ldi. Lekin baribir uxlay olmadim." Shu joyda u labini tishlab qoldi. Davom ettirsammikan yoki yo'qmi deb o'ylayotgandek ko'rinardi. "Keyin nima bo'ldi?" "Aytsam, meni jinnixonaga yubormaysizmi?" deb mendan so'radi. U gapira boshladi. "Qizimiz kechasi nimadir bilan gaplashib o'tirganini eshitdim." "To'xta, sen uxlab qolayotganding-ku", dedim men. "Ha, balki tush ko'rgandirman", dedi u yelka qisib. "Kim biladi?" "Yaxshi, seni jinnixonaga yubormayman, lekin shifokorga borish kerak. Bilaman, bu sen uchun qiyin, lekin qabristonga borishni biroz kamaytirmasak bo'lmaydi."
Bilasizmi, men ham shu haqda o'yladim. Ketar, yana marhum bizga ergashib qolmasin. Mayli Guli, damingni ol. Qizimizga nonushtadan o'zim tayyorlayman. Rahmat. U darhol yonboshlab yotdi va uxlab qoldi. Men imkon qadar sekin yurishga harakat qildim. Qizimga va Guliga xalaqit qilmaslik uchun. Qizimga ham onasiga xalaqit bermasligini aytdim. U meni tushundi. Kunni deyarli sokin o'tkazdik. Kechga yaqin Guli uyg'ondi. Biz kechki ovqatga tayyorlandik. Imkon qadar ayolim va qizimga xalaqit bermay, ertalab ishga ketishga harakat qildim. Ish kuni odatdagidek boshlandi. Guli qo'ng'iroq qilmagunicha. "Tezda uyga yetib keling", deb qichqirardi u. Oddiy gapirmasdi, aynan qichqirardi. "Guli, nima bo'ldi o'zi? Shunchaki ishdan ruxsat oling va darrov yetib keling." Miyamda o'z-o'zidan dahshatli manzaralar paydo bo'la boshladi. Mubinaga biror narsa bo'ldimikan? Shu savolni o'ylashimning o'zi yetdi. Men ofisdan o'qday uchib chiqdim. Darhol boshlig'imga qo'ng'iroq qildim. U hammasini tushundi va ortiqcha savollarsiz meni qo'yib yubordi. Men telbadek uy tomon uchib borardim. Eshikni tez ochib, eng yomoniga tayyorlandim. Ammo ichkaridagi holat meni hayratga soldi. "Nima bo'ldi o'zi?" dedim. Dahlizda qizim turardi, tirik va sog' salomat. Ammo ayolimga qarashga qo'rqardim. Uning yuzi shishgan, ko'zi yig'layverganidan qizarib ketgan, sochlari to'zg'igan, qo'llari titrar edi. "Qizim, onangga nima bo'ldi?" "Bilmayman, dada", dedi u. "Onam yonimga keldi-da, birdan menga baqira boshladi. Men shunchaki o'tirib o'yin o'ynayotgandim." "Ha, shunday", deb qichqirdi Guli. "U o'tirib o'ynayotgan edi, lekin yolg'iz emasdi. Bu telefon edi", dedi qizim boshini egib. "Guli, nima bo'ldi o'zi?" qat'iy ohangda so'radim men. Men oshxonada tushlik tayyorlayotgan edim va qandaydir ovozlarni eshitdim. O'yladim, qo'shni bolalar hovlida gaplashyapti, deraza ochiq-ku, shu eshitilayotgandir dedim. Keyin plitani o'chirdim va xonaga kirdim. Xonada deraza yopiq, lekin baribir kimdir gaplashayotganini eshitdim. Ayolim ko'zdoshlarini zo'rg'a tiyib turardi. Keyin koridorga chiqdim. Ovozlar Mubinaning xonasidan kelayotganini eshitdim. Va men u yerga kirishga qo'rqdim. Uni chaqirdim. U tashqariga chiqdi. Xonada esa hech kim yo'q edi. Rostini aytsam, o'sha payt nima deyishni bilmay, tentakday qotib qoldim. "Mubina, nima bo'lgan dadangga o'zing ayt", dedim. "Men shunchaki telefon orqali do'stim bilan gaplashayotgandim xolos", dedi u qo'llarini yoyib. Shu payt menga hammasi aniq bo'ldi. Muammo jiddiy. Ayolimga nimadir bo'lyapti deb o'ylardim. O'sha kuni ishga qaytmadim. Ayolim bilan uzoq suhbatlashdik. Men shifokorga murojaat qilishni qat'iy talab qildim. U esa hammasi joyida ekanligini aytardi. Oxiri hech narsaga kelisha olmadik. Qattiq janjallashdik. Qisqasi, yoki o'zing borib shifokorga ko'rinasan, yoki men onangga qo'ng'iroq qilaman. "Onamga aytmang." "Unda shifokorga borasan. Gap tamom." Bu gapimdan u xafa bo'ldi. Uning ko'zida men uni majburan o'zini jinni deb tan oldirmoqchi bo'lgan zolimdek ko'rinardim. Hech bir ichkilikboz o'zini ichkilikboz deb tan olmaydi. Balki ruhiy kasallik bilan og'rigan odam ham buni tan olishga jur'at topa olmas, deb o'ylardim men. Men shaxsan o'zim uni xususiy psixiatrga yozdirdim. Buning uchun ancha pul ketishini bilardim. Mayli, faqat u sog'ayib ketsa bo'ldi. Ertasi kuni u shifokorga bordi. Men esa ancha yengil tortdim. Hayot go'yo asta-sekin iziga tushayotgandek ko'rinardi. Dam olish kunlari yaqinlashdi. Guli qabristonga borish o'rniga dugonasi bilan sayrga chiqishga qaror qildi. Men bunga rozi bo'ldim. U ketganidan keyin kun bo'yi futbol ko'raman deb reja qilgandim, ammo bu reja amalga oshmadi. Taxminan shu payt onam qo'ng'iroq qildi. Mubinaning ahvoli yaxshi emas ekan. Tezda qizimni olib shifokorga bordim. Ma'lum bo'lishicha, shunchaki chips va shokoladni ko'p yegani uchun qorni og'rib qolgan ekan. Uyga kelgach, unga dori berdim. U ishtida xonasiga kirib ketdi. Men esa televizor qarshisiga joylashdim va sport kanalini qiziqish bilan tomosha qila boshladim. Ammo bir payt nimadir xalaqit bera boshladi. Qandaydir begona tovushlar meni chalg'itardi. Reklama chiqishini zo'rg'a kutib, televizor ovozini o'chirdim va quloq soldim. Tez orada ovoz qayerdan kelayotganini tushundim. Mubina yana kimdir bilandir telefon orqali gaplashayotgandek edi. Pultni qo'limga olib, ovozni yana balandroq qilmoqchi edim.
Lekin pult qo'limdan tushirib yubordim. U polga qattiq urildi. Qizimning telefoni shu yerda, oshxonada quvvat olayotganini ko'rgan edim. Unda uning xonasida nima bo'lyapti? Qizimning xonasi tomon yugurib bordim. "Eshikni och, hoziroq och!" deb shunday baland qichqirdimki, o'zimning qulog'im ham jaranglab ketdi. Albatta u eshikni yopib qolishi mumkin edi. Biz bunga ta'qib qo'ymaganmiz. Ammo uning xonasining eshigi hech qachon qulflanmagan. Bir necha soniyadan keyin u eshikni ochdi. Men darrov ichkariga bostirib kirdim. Xonada hech kim yo'q edi. Noutbuk o'chirilgan, telefon esa oshxonada. Mubinaning kravati ostini ham tekshirdim. U yer ham bo'm-bo'sh edi. Men shkafga ham qaradim. Aslida bunga ehtiyoj yo'q. Shkaf juda kichkina bo'lib, ichiga biror odam sig'ishi amri mahol. Keyin derazani ham tekshirdim. Albatta biz 3-qavatda yashaymiz, lekin baribir ehtiyot shart tekshirib qo'ydim. "Mubina, jonim qizim, sen kim bilan gaplashayotganding?" imkon qadar sokin ohangda so'radim. "Hech kim bilan", dedi u. Men yozuv stoliga musht bilan urdim. "Tata", qizimning ko'zlariga yosh keldi. "Qizalog'im, tushun. Biz juda xavotir olyapmiz. Menga ishonmaysizmi?" dedi u yana yig'lab. Men uning gapiga ishongandek bo'ldim, lekin ichimda uning xonasiga kamera o'rnatish haqida o'ylab qoldim. Bu ishlar menga umuman yoqmayotgandi. Yana Gulini psixiatrga majbur qilib men yuborgandim. Axir men o'sha ovozlarni o'zim ham eshitdim-ku. Yotishdan oldin jiddiy o'ylab qoldim. Balki ishxonadan bir oz vaqtga ta'til olishim kerakdir. Yoki hech bo'lmaganda bir necha kunlik dam olish kuni. Ha, ertaga bu haqda boshliq bilan gaplashaman. Guliga esa hozircha hech narsa demaslikka qaror qildim. Yana ahvoli yomonlashib qolmasin. Axir men o'zim buni hal qila olmaymanmi? Qila olaman albatta. Shu o'ylar bilan yonboshlab yotdim va tez orada uxlab qoldim. Ish kuni kutilganidan ham yaxshiroq o'tdi. Boshliq ta'til arizamni imzoladi. Men esa so'nggi ish kunimni tugatib, uyga qaytish vaqtini kutdim. Lekin to'g'ri uyga ketmadim. Avval maishiy texnika do'koniga bordim. Afsuski kerakli narsa yo'q ekan. Buyurtma berishga to'g'ri keldi. Do'kondan chiqqunimcha yo'llardagi tirbandlik tarqab ketgan, mashinalar deyarli qolmagandi. Shuning uchun bemalol haydash mumkin edi. Men ham shunday qildim. Bir qo'lim bilan rulni ushlab, radioga qo'shilib, kuylab ketayotgandim. Birdan keskin tormoz bosishga majbur bo'ldim. Oldimda qayerdandir bir o'smir paydo bo'ldi. "Nima qilyapsan o'zi?" deb oynani ochib baqirdim. U esa jim qarab turdi-da, orqasiga o'girilib, tezda yo'ldan chiqib ketdi. "2 qadam yurib piyodalar yo'lagiga o'tsang bo'lmaydimi?" deb uning ortidan baqirib qoldim. Uyga kelgach, xotinim va qizimga bir hafta ishga bormasligimni aytdim. Guli xursand bo'ldi. Lekin qizimning reaksiyasi g'alati edi. Yuzida qo'rquv va hayrat aralash ifoda paydo bo'ldi. Nega bunday bo'layotganini surishtirgim kelmadi. Baribir aniq javob bermaydi. O'sha kecha men to'satdan uyg'onib ketdim. Tashqariga chiqish istagi paydo bo'ldi. Bu men bilan tez-tez bo'lib turardi. Shuning uchun ajablanmadim. Biroz o'zimni tutib turdim, lekin oxiri chidab bo'lmadi. Ustimga kurtka tashladim va imkon qadar sekin kirish eshigi tomonga yurdim. Oila a'zolarimni ham, qo'shnilarni ham uyg'otishni istamasdim. Shuning uchun eshikni qarsillatmay, shunchaki yopib qo'ydim. Tashqarida toza havodan nafas olib, biroz yengillashgandek bo'ldim. Zinapoya oynasidan ko'rinib turgan, chang bosgan tun osmoniga qarab, xotirjam turardim. Shu payt orqamga o'girildim. Birdan cho'chib ketdim. Butun tanam seskanib tushdi. Kvartiram eshigi qarshisida bir o'smir turardi. O'sha men yo'lda ko'rgan o'smir. "Hey bola, bu yerda nima qilyapsan?" dedim. U jim turardi. "Men senga gapiryapman", dedim tishimni qisib. Chunki bu vaziyat meni jahlimni chiqara boshlagandi. "Men sizning qizingiz uchun keldim", dedi u mutlaqo hissiz ohangda. "Nima? Kim uchun? Yo'qol bu yerdan." U bilan gaplashar ekanman, nimadir g'alati ekanligini sezdim. Uning terisi g'ayritabiiy darajada oqarib ketgan, go'yo yuzini oq bo'yoqqa botirib olgandek ko'rinardi. "Baribir olib ketaman", dedi u sovuqqonlik bilan. Men esa eshik oldida qotib qoldim. U asta-sekin zinadan pastga tushib ketdi. Uning oxirgi gapi meni qo'rqitib yubordi, ham g'azablantirdi. Axir mening qizim atigi 8 yoshda. Qayerdandir kelgan bir notanish o'smir esa
uni olib ketaman deyapti. Uyga kirishim bilan darhol xotinimni va qizimni uyg'otdim. Hammasini tushuntirishlarini talab qildim. Rostini aytsam, hamma narsaga tayyor edim. Qizim birdan yig'lab yubordi. Meni koyimaysizlarmi? Gapir, bu endi hazil emas, dedim qattiq ohangda. Do'stim, men undan qabristonda o'yinchoq olganman. Nima? Sizlar qabristonda tanishdilaringmi? Dedi Guli hayrat bilan. Yo'q, esingdami? Men senga qabristondan hech narsa olish mumkin emas degandim. Sizlar dadam bilan bobomning qabri yonida o'tirgandingiz. Men sayr qilishga ketgandim va o'yinchoqni oldim. U bitta qabr ustida yotgan ekan. To'xta, dedim men. Sen qabristondan o'yinchoq olib kelganmisan? Ha, bizni aldamayapsanmi? Yo'q, qayerdan olganimni eslayman. Tongni kutib o'tirmadik. Go'yo kelishib olgandek, darrov qabriston tomon yo'l oldik. Yaxshiyamki o'sha qabr yo'lga yaqin joyda ekan. Qizim yolg'on gapirmagan. Qabr toshida o'sha men ko'rgan o'smirning surati turardi. Yaxshiyamki xotinim u bilan yuzma-yuz kelmagan. Mening ichimda nimadir uzilib ketgandek bo'ldi. Avvallari mistika, arvohlar degan narsalarga umuman ishonmasdim. Ammo balki bu uning egizak akasidir. Shunchaki hazillashayotgandir. Aslida bu ham ehtimoldan xoli emas. Axir bu o'smir atigi 5 oy oldin vafot etgan. Hozir esa odamlarni qo'rqitib yuruvchi tentaklar ham yetarli. Ehtimol uning qarindoshlaridan biri bizni shunday tarzda qo'rqitmoqchi bo'layotgandir. Mubina darhol o'yinchoqni qabr ustiga qaytarib qo'ydi. Qaytishda biz umuman gaplashmadik. Uyga kelganimizdan keyin ham darhol har kim o'z xonasiga kirib ketdi. O'sha voqeadan keyin ichimdan endi butun oilamiz bilan psixiatrga borishimiz kerak shekilli degan o'y o'tdi. Ta'tilim ham tugab borardi. Men uyda yotib, ertaga ishga qaytish haqida o'ylardim. Ochiq umuman borgim kelmasdi. Ammo bu kimni qiziqtiradi? Hech kimni. Ishmi? Demak borish kerak. Ta'tildan keyingi birinchi ish kunim yaxshi o'tmadi. Fikrimni bir joyga jamlolmay, hamma narsani chalkashtirib yuborardim. Guli ertaga psixiatrga borish kerakligini aytgandi. Qizimizga qarab turishga esa maxsus inaga chaqirtirdik. Ish tugashiga 10 daqiqa qolgan. Men stulda qimirlab o'tirar, soatdan ko'zimni uzmasdim. Nega ish oxirida vaqt bunchalik sekin o'tardi, deb o'ylardim. Birdan telefon jiringladi. Xotinim qo'ng'iroq qilayotgandi. Darhol ko'tardim. Nega qo'ng'iroq qilyapsan? U tinmay yig'lardi. Bizning Mubinamiz, qizalog'imiz endi yo'q. O'sha lahzada go'yo yer oyog'im ostidan yorilib ketgandek bo'ldi. Ko'z oldim qorong'ilashdi. Boshimni qo'llarim bilan ushlab, qanday qilib? Kim aytdi senga? Hozir boryapman, dedim va javobni ham kutmay telefonni qo'ydim. Mashinada hech narsaga e'tibor bermay, uy tomon shoshardim. Xotinimning qizimiz endi yo'q degan so'zlari miyamda qayta aylanardi. Qanday qilib? Axir ertalab u sog' salomat edi-ku. Unga nima bo'ldi? Nahotki o'sha la'nati bola haqiqatdan ham uni olib ketgan bo'lsa? Nahotki bularning hammasi rost bo'lsa? Uyga yetib keldim. Qo'llarim muzlab, yuragim esa telbalarcha urardi. Allaqachon politsiya yetib kelgan, ular nimanidir yozishardi. Men esa shunchaki turib, kvartiramizning singan derazalaridan alanga qanday otilib chiqayotganimni tomosha qilardim. Shu lahzada hammasini tushundim. Endi haqiqatdan ham bizning qizimiz, Mubinamiz yo'q edi. Bundan oldingi hikoya izohlarida so'rovnoma o'tkazilgandi. Qaysi mavzuda hikoya chiqishini xohlaysiz deb. Qabriston mavzusida ko'proq hikoyalar chiqaring degan izohlar ko'p bo'lgani uchun qabriston mavzusida hikoya chiqdi. Hikoya haqidagi fikringiz va izohlaringizni kommentariylarda qoldirishingiz mumkin. Kanalimiz yaqinda ochilganiga qaramay 1000 kishi bo'lishimizga juda oz qolibdi. Shuning uchun sizlardan kanalni qo'llab-quvvatlashingizni, like, kommentariy yozishingiz va kanalga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Hammaga rahmat.